Chao Yutsin, o'zingni ona deyishga uyalmayapsanmi? Qaysi ona o'z jigarbandidan shubhalanadi? To'g'ri, men bir begonaman, bolani o'gay otasiman. Lekin shunga qaramay, senga 10 yil chin dildan g'amxo'rlik qildim. Sizlarchi, uni yo'qotib biror marta ham qilmishlaringni yuvishni o'ylamadingiz. Yolg'on, bularni bari. Uni yetaklab kelgan bo'lsam, faqatgina qolgan umrida yaxshi yashasin, kamchiliklarini o'rni to'lsin deb qildim. Sen esa uni tuqqan onasi bo'la turib ko'ksidan itaryapsan. Chao Yutsin, har qadamda Gu korporatsiyasi sen uchun tashkil etilgan deb jar solasan. Qani aytchi, sen uchun shu korporatsiya muhimmi yoki yo'qolib ketgan farzandingmi? Dada, oyim meni tan olgisi kelmayaptimi? Rais Chao, o'shanda yo'qotib qo'ygan bolamni topaman deganingiz uchun gapingizga ishonib, sizni oxirgacha qo'llab-quvvatlagandik. Sizga yelkadosh bo'lib, Gu korporatsiyasini Janshenning eng yuqori cho'qqisiga olib chiqdik. Endi esa bu nima qilganingiz? Ba'zilar bizni nafs balosiga yo'liqqanlikda ayblashayotganda, aslida o'zlari ham xuddi shunday ekan. Hozir bor yo'g'i bosh direktorlik lavozimi haqida gap ketyapti. Rais xonim shunga shunchalik qarshilik qilyapti. Agar butun Gu korporatsiyasini boshqarish haqida gap ketsa, to'ng'ich voris bir umrga umidini uzaversa bo'lar ekan. Tushunarli. Oyi, DNK xulosasi keldi. Tezroq DNK xulosasini hoziroq olib kelinglar. Xonim. Chao Yutsin. Yutsin shu yerda turibdi-yu. Sen yana DNK tekshiruv o'tkazib yuribsan. Bu ishing bilan bolani qalbini og'ritayotganingni tushunyapsanmi o'zi? Shunchaki to'qigan yolg'onlaring fosh bo'lishidan qo'rqyapsan-a? Meni vijdonim pok. Hech narsadan qo'rqmayman. Yaxshi. Unda hozir hammani ko'z o'ngida sen boshlab kelgan mana shu odam meni haqiqiy o'g'limmi yoki yo'qmi? Bu korporatsiyasini vorisimi yo soxtami bilib olamiz. Biologik DNK mosligi tasdiqlandi. Rais xonim, yaxshisi, buni o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz ma'qul. Oyi. Bu nima? Qanday qilib bunday bo'ladi? Nahotki xato qilgan bo'lsam? U rostdan ham meni farzandim ekan. Biroq nega unda onalik mehrini zarracha bo'lsa ham his qila olmayapman. Aksincha ana bu yigitga esa. Chao Yutsin. O'sha endi ishondingmi? Voy, tahlil uchun namunalarni shifokorning qo'liga shaxsan o'zing topshirganmiding? ha, oyi. O'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Kechirasiz. Aytgan ishing hal bo'ldi. Kelishilgan 10 ming qani? DNK tahlilimish. Chao Yutsin, hali hammani oldida qanday sharmanda bo'lishini tomosha qilaman. Rais Chao, boshqaruvingiz ostida Gu kompaniyasini daromadi yildan yilga kamayib ketyapti. Kursiga boshqa odam o'tiradigan vaqt keldi. To'g'ri. Menimcha janob Tsian va to'ng'ich voris eng yaxshi nomzod. Biz ham shu fikrga qo'shilamiz. Janob Tsian va to'ng'ich voris lavozimiga munosib. Bunaqasi ketmaydi.